يا أيها الذين آمنوا لا تتقوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aziz Müslüman qarindoshlar, bugungi mu'minlarga nido nomli da'vat darsimizningki bugungi qismisi Sura Maidening 54-oyati. Ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. Mana bu 3 ayet hakkında bunu deriz buralarlar. Biz Kur'an-ı Kerim'deki Allah Subhanahu ve Taala mahsus müminliğini çağırgan ve müminliği qaratıp nida qilgan 90 o'rindagi oyatlarini tafsir qilishni boshlab, buningdan 10. qismisini deb qo'ygan. Bugungi darsimiz 11. qismi bo'lib, buningda mana tuvandagi oyatni sharhlab bayon qilmoqda. Aziz mu'min qarindoshlar, Allah Subhanahu va Taala biz insonlarni dunyoga yaratib, dunyoda tashlab qo'ymasdan her zaman to'g'ri yo'lga, haq yo'lga chaqiradigan payg'ambarlarni va shu payg'ambarlarga ergishib o'zining hayotlarini, o'zining jonlarini Allohning yo'liga atab, butun g'amini Allohning dinini oliy qilish, haqni kishilarga yetkazish, umumiy insonlarni haqqa chaqirishdan iborat bu vazifani üstüge algan kişiler orqali Allah Teala Müslümanlar üstüde ve bütün insaniyet üstüde özünün zimindeki hüccetini üzüp koymayacağız buralarla. Demek Allah Subhanahu ve Taala bu dinin hüccetini her vakit to'g'zib keldi va dinning isbotini quyoshning nuriga o'xshash ro'shan o'tirib qo'ydi. Bu dinni, bu haqni qabul qilgan kishilar qabul qildi va uningga inkor qilgan, yuz o'rgan kishilar yuz o'rdi. Natijada dunyoda tarixdan beri ikki saf, ikki jamoa bo'lib shakllanadi. Yoki ikki ideologiya, islom ideologiyasi va kufr ideologiyasi. Uning turlari har xil bo'lsin. Yahudi bo'lsin, Hristiyan bo'lsin, munofiq bo'lsin, kafirisi bo'lsin, murtadlari bo'lsin, her xil rang ve her xil bayrakta ko'rinsa-mu, amma mahiyette
kufr ideologiyasiga tava bo'lgan, shirk ideologiyasiga tava bo'lgan bir ideologiya va uning qarshisida har xil jamoa, har xil saplar bo'lsa-mu, umumatan islom ideologiyasiga tava bo'lgan musulmonlar jamoasi bir sapda o'tirg'i chiqdi, birodarlar. Mana bu ikki ideologiya ba'zida dunyoda birisi ustun bo'lib yashasa, yana ba'zida yana birisi ustun bo'lib dunyoda yashab keldi. Bu Allah Teala bu ayet-i kerime bilen Müslüman iman ideologiyası, tevhid ideologiyası sepi içi kirip özünü tevhid ehlidin, iman ehlidin dep sanıgan ve şu yolunu özünün hayat yolu dep qarab kelgen, Kur'an-ı Kerim'de özünün kanun nizamı dep kelgen mana bu kişilerine Allah Subhanahu ve Teala her vakit Kur'an-ı Kerim'de çağırıp ulağa yol köksetti. Ve bu yolda tegişlik işlerini ve kılışkı tegişlik işlerini hemen gösterip koydu. Mana bugün mü Allah Subhanahu ve Teala biz mümin Müslümanlara bu ayet arkalı nurgulluğun hayatımızdaki işlerini gösterip koymakta. Birinci, Allah Teala biz mümin Müslümanlara ayet arkalı hak bilen batıl o'ttirishki kurashning ta qiyomat kungachilik davomlashadiganligini Alloh taolo qonuniyat qilib bekitgan. Bu ikki ideologiyaning qo'g'dug'chilari o ideologiya uchun yashaydigan, o ideologiyani dunyoda eng ustun, eng qimmatli bir oliy ideologiya qilish uchun hayatını alqiniga ap qo'yib tirishadigan kishilarning dunyoda Allah Subhanahu va Taala mavjud ekanligini bayon qildi. Bu ziddiyat to'xtamaydi aziz birodarlar. Mana bu kurash natijasida har ikki ideologiyaga tava bo'lgan insonlarning fidoilari, qahramonlari va shuning haqiqiy muxlislari yetishib chiqadi. Ve yeni bir turkum qaysi ustun bo'lsa, shuningga mayil bo'lib yashaydigan, shuning sepiga qo'shilib yashaydigan maydonsiz odamlarning o'ttirg'i chiqadiganligini Alloh Subhanahu va Taolo bayon qildi. Neticede Allah deydi, ey mu'minlar, men yertedde minkum an dini, qanda bir kishi sizlar musulmonlardan dinni da'vo qilgan, men islom ahlidan, musulmonlardan deb tug'an kishilardan qanda bir kishi dinidan yansa, o'zining sepini boshqa sapga o'zgarsa, özünün cemaatini belek bir cemaatga o'zgarsa, musulmonlarning yo'lidan belek bir kufrning yo'llariga, mayli u kommunizm yo'li bo'lsin yoki yahudiyat yo'li bo'lsin yoki demokrat yo'li bo'lsin, qaysi bir Allohning diniga zid va qarshi yo'lga chiqsa, ana bu kurash neticesinde kişiler mana ikki sapga ayrılışını dünyanın kanuniyeti talep kılgan birodarlar. Her ikkili sapda bu sapning ahli yetishib chiqadi. Mana bundan yansa deydi Allah. Bunda yansa bunun ziyni Allah'ta yok. Allah'a emas. Allah'ın diniga mı emas. Allah'ın kitabıga mı emas. Onun ziyni kimge? Ziyni özüge. Ziyanını özü tartıdır deydi Allah. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala'nın kanuniyeti var. Kanda kanuniyet in tetevellav yestebdil kavmen gayrakum sümme la yakunu emsalakum. Eğer sizler
in tatawallaw dinning xizmetini qilishdan, dinni oliy qilish uchun harakat qilishdan va bu dinning yo'lida tek turib yashashdan yuz o'rib keyninglarni qilib qolsanglar, Allah sizlardan boshqa kishilarni sizlarning o'rninglarga chiqirdi, o'zgartirdi. Ular sizlarga o'xshash, irodasi ojiz, bo'shang bo'lmaydi deb Alloh taolo mana bu qonuniyatni bayon qilgan. Demak, aziz birodarlar, bu ikki safda din yo'lida Allah taolo bizga deydi, mana bu dinning yo'lidan yangan. Yani sizlar biz vatanimizga qaraydigan bo'lsak, tariximizda 30 yil küfür ideologiyasi üstün bo'ldi. O mutlaq üstün bo'ldi. Ana shu vaqtda islom ideologiyasiga tava bo'lgan musulmonlar o'zining iymonini yushirib, e'tiqodini yushirib saqlashga majbur bo'ldi. Shu vaqtda musulmonlikni da'vo qilib kelayotgan, men musulmon deb tug'an kishilar küfür ideologiyasiga qatilib, shuning sepida bo'lib İslam'a hücum kıldı. İslam'ın mukaddesatlarına karşı durdu. Mesela Kur'an'ını köydedi, mesleğini yıktı, ulemalarını öldürüp soludu. Nurgulgan ziyankeşliklerini İslam ve Müslümanlığa del şunu dava kılayotgan kişiler kıldı. Aradan bir neçe yıl öttü, İslam yani galbi kıldı. Allah'ın hücceti âli buldu. Müslümanlar kengirchilikka erishdi. Ammo ana shu islomga ziyonkashlik qilgan, islomning yo'liga to'sqinlik qilgan, kufrga setilgan insonlar naqadar tarixning oldida, musulmonlarning oldida, o'zining millatining oldida sharmanda bo'lib ketdi, birodarlar. Rasvo bo'lib ketdi. Xalq uni uch oshkora tillaydigan yoki qalbida nafrat o'qiydigan bo'ladi. Yeni bugün İslam ideologisi üstüden küfür ideologisi yeni üstün bo'lgan bir mezgilge to'g'ri keldi. Mana shunda Allah subhanahu va taolo dunyoni imtihon qilish uchun yaratgan bo'lg'achqa har vaqt islomni ba'zida ustun qiladi, ba'zida küfrni ustun qilib qo'ydi. Qachon shuning ahli ana shu yo'lda haqiqiy tirishchanlik ko'rsatgan vaqtda islom ahli islomni qo'llab, himoya qilib haqiqiy tirishchanlik ko'rsatsa islom ustun bo'ladi. Agar kufr ahli tirishchanlik ko'rsatsa, kufr qonuniyati bo'yicha u ustun bo'ladi. Mana shunday bir fursatda deydi Alloh subhanahu va taolo, bu o'zining dinidan yansa, turmuga kirib qolamanmi? Tutulib ketamanmi? Yoki düşmanlarning qattiq azoblari, qiyin qistoqlarga duch kelamanmi degan o'xshagan har xil shaklda yoki kufrining ustunligi va huquq mal dunyoning uning qo'lida borligiga qarab dunyoni yaxshi ko'rib o'sha tarafga o'tib ketgan bo'lsa, o g'am qilmasinki Allohning qonuniyati فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Allah'ın kanuniyeti, Allah ulunu yaxshi ko'radigan, Allah mı ulunu yaxshi ko'radigan bir milletni, bir jamoani Allah Teala akilidu deb Allah bayon qildi. Shuning uchun ulamalar el-xidmatu lid-din fursatun g'aliya. İslam diniga xizmat qilish eng qimmatli fursat. Aziz birodarlar, har davrda İslam diniga xizmat qilish bu eng cho'ng fursat. Birinchi, o o'zi uchun xizmat qilganlik bo'ladi. Millati uchun xizmat qilganlik bo'ladi. Allohning oldida mukofot oladi o. Tarix oldida o musulmonlarning
ve ölgüsü buludu, yetekçisi buludu, nemunachisi buludu. Agar şu cemiyetdagi kuchlardan qo'rqib, siyosatlardan qo'rqib, dinini satgan, aqidasidan voz kechgan, o'zininki saplarini o'zgartib, jallat sapga, kufr sapga qatilib ketgan, shuning sebida turib, o'zining dini, aqidasi, muqaddasati va millatiga qarshi o'q atgan kishilar bilsinki, dinni tugatanmaydi. Din yo'qolmaydi. Din ahli yo'qolmaydi. Tarixdan biri haq bilan batil o'ttirishdagi kurash ba'zida keskin bo'lsa, ba'zida sal o'ttirishdagi kurash pasaygan bo'lsa-mu, ammo davomli natija haqning g'alaba qilishi bilan, haq ahlining g'alaba qilishi bilan, haq tarafdorlarining g'alaba qilishi bilan natijalanib kelgan aziz birodarlar. Bu Allohning qonuniyati. Shuning uchun mana bu diniy xizmat qilishga Alloh taolo tanlagan kishilarning va dinni Alloh taolo tanlab bergan kishilarning mana bu dinda ching turishi, bu xizmatni fursat bo'lishi, haqiqat yo'lda mustahkam yashashi Alloh taolaning qo'liga qilgan eng cho'ng ne'mati va katta bir fursat bu. Musulmonlar bu fursatni ching tutishi lozim. Va ümidsizlanmaslik kerak. Haq bilan batil o'ttirishga kurashning batil tarafda ustunlikka erishib, batil tarafning ustunlikka erishganligidan ne ko'rib, u ümidsizlanmaslik kerak. Voy biz islom yo'qolguday, musulmonlar yo'qolguday, 10 yildan keyin musulmonlarni yo'qotish plani amalga oshgudak Abu Jahil islomni tunji bir holatida yo'qotishni boshlagan bo'lsa-mu, ammo ta bugungi kunga qadar islomni yo'qotmadi. Uning kuchlari yo'qotmadi. Uning sepidiklari yo'qotmadi burada. Shunga Alloh subhanahu va taolo bu fursatni ching tutib, dinning xizmatini qilmagan va dinini himoya qilmagan va bu yo'lda o'zining canlarını alqiniga elib mustahkam mangmagan kishilardan Alloh taolo fursatni tatib oladi. Alloh taolo ana o kishilarning aksicha, bunda kishilarning aksicha qanda bir kishilarni akiladi, Alloh uni bayon qiladi. Alloh o'zi rozi bo'ladigan do'st, Alloh taolo o'zining yo'liga tanlagan kishilarning birinchi sifati yuhibbuhum. Alloh ularni yaxshi ko'radi. Allah'ның yaxshi ko'rganligi, Allah'ның ana shu kishilarni o'zining yo'lini, islomning yo'lini, dinning yo'lini qo'g'daydigan qilganligi birodar. Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, u bandani din islomni qo'g'daydigan, din islomni suyuydigan, uning uchun jonlarini, mollarini bag'ishlab, dinini aziz bilib yashaydigan kishidan qiladi. Şuna Peygamber aleyhissalatü vesselam'a hadiste ve men yu'tel hikme fakat utiye hayran kesir. Allah Teala'nın sözü, qanday bir kishi hikmetni berilse o köp yaxshilikni beradi dedi. Peygamber aleyhissalam men yuridillahu bihi hayran yufaqqihu fid din degan. Qanday bir kishi Allah Teala, qanday bir kishiga Allah Teala yaxshilikni iroda qilsa, Allah onu din da tushunchaga ega qiladi. Dinni yaxshi tushunishga muyassar qiladi degan. Demak, Allohning yaxshi ko'rishi ana ularni Allohning dinining xizmatiga tanlaganlik bilan, Allohning dinini himoya qiladigan kishilarning sepidan qilganlik bilan va bu Allohning dinini qo'g'daydigan odamlar qilganligi bilan birinchisi ifodalanadi birodarlar.
Yani Allah yaxshi ko'rgan kishilar bu. Va ularmi Allah subhanahu va taoloni yaxshi ko'rdi. Ular Allohga bo'lgan muhabbatini samimiyati bilan, sadoqati bilan Alloh taolo bu yo'lda tanlagan shu xizmatga o'zini bag'ishlash bilan isbotlaydi. Tarixga qarasak, nurg'un kishilar siyosatlardan qo'rqib yoki dunyo tirikchiligining keyniga kirib, o'zining ilm yo'lida yoki din yo'lida xizmatini qilmasdan buni tashlab qo'yib, bu sabtdan chekingan kishilarning keynidan Alloh taolo shu qadar bir fidoi dinini suydigan kishilarni chiqardiki, ular hech qanday narsaga qaramaydi. Ular Allah qanday ishdan rozi bo'lsa, shu ishni qildi. Nimaga buyurgan bo'lsa, shu ishni qildi. Dinning talabi nima bo'lsa, shu ishni qildi. Uningga butun dunyo ochiqlab ketsinmi? Butun dunyo qarshi tursinmi? Yoki uningga har xil ustiga qalpoqlarni kiygizib, dunyo uningdan qo'rqasdimi? Ammo u qo'rqmadi. Chunki uning vujudida Allohning muhabbati bo'lgan ekan, Allah meni yaxshi ko'rsa, Allah meni do'st tutsa, boshqa kishilarning qaysi sabti turib meni ayıplashi yoki to'sqinlik qilishi yo'limga yoki menga suiqasdlarni qilishi hech qanday zararni aklanmaydi deb Allohga ishonamiz, birodarlar. Demek, mana bu ayettin Allah subhanahu wa ta'ala bilen müminler o'tirisidagi aloqaning iman aloqasi ekanligini biz ko'rib olamiz. Allohni yaxshi ko'rgan kishilar o'z vujudidagi muhabbatning to'rtkisida o'rnidan sahar turib namoz o'qiydi, balalarini o'qitadi. Shuncha Temmuz qiziq kunlarda ro'za tutadi. Dushmanlari uni har vaqt kuzatib turayotgan, marab turayotgan shunday bir vaqtlardimi Allohdan qo'rqib, Alloh roziligi bo'ladigan ishlarni qiladi, aziz birodarlar. Tutilib qilishim mumkin, etilib qilishim mumkin, yurtdan chiqarib etilishim mumkin. Başkalarının her türlü töhmet nişanına aylanışım mümkün. Türlü böhtan kalpaklarını girişim mümkün. Aşını hemmini bilip durup o Allah rızalıkının yolu demağır. Nime için? Çünkü Allah ulanı yaxşı görüp bu yolu tanladı. Ulanı Allah subhanahu wa ta'ala'nın muhabbetine erişip özünü ana şu yolu. Ama bunu biz bir kırılışımız lazım. İslam şunçilik mühim din. Bunu söyleyen kişilerine nispeten. Allah her vakit canını din için bir vatıdı. Milini din için bir vatıdı. Bu ne için? Allah'ını yaxşı görgenlik için. Allah'ın dinini yaxşı gördü. Allah'ını yaxşı görgenlik için. Peygamberini yaxşı gördü. Allah'ını yaxşı görgenlik için. Kur'an'ını yaxşı gördü. Allah'ını yaxşı görgenlik için Müslümanlığını yaxşı gördü. Allah'ını yaxşı görgenlik için Allah subhanahu ve ta'ala'nın dünyadaki hak hukukunu yürgüzüşünü yaxşı gördü. Allah'ını yaxşı görgenlik için Allah'ın dinini cemiyet, cemaat, devlette hakim kılışını yaxşı gördü. Şu an Allah Teala فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Aziz braderler, bu fırsat bu. Dinli hizmet kılış fırsat bu. Bunun için hizmet kılışını özüge şeref bölüp, fırsat bölüp kılganlar kılsın. Ama bu kaçan ki özüge ağır bir yük dep hesaplaydıgan,
yoki buningga sal qaraydigan kishilarni Allohning qonuniyati dinning sepidan supurib chiqaradi. Dinga yetakchilik qilish o'rnidan Alloh ular his qilmagan shaklda qoldirib qo'ydi. Biz jamiyatimizda ko'rdik buni. Nurg'un musulmonlarga hayotida tabliğ nasihat qilgan, madrasa maktablarni ochib kitob o'rgatganlar bir kunlarda siyosatning to'sqinligi yoki ma'lum sabablar tufayli o xizmatni tashlab bilak yo'lga ketib qolgandan keyin Alloh ularni millatning tarixidan supurib o'tdi. Yana bu Allah subhanahu va taolo o'ttirga chiqiradigan kishilarning sifati zalimning, tağutning oldida bosh egmaydigan. Mu'min musulmonlarga ojiz bo'lsa-mu, haqiqatan kuyinadigan, ko'ngil bo'ladigan mana bu shunday kishilar. Alloh deydi bu yerda azillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Yani bular mu'minlarga bekmu yumuşak, kemter, ularning oldida xuddi kisel kishiga o'xshash ko'rinadigan. Ama kafirning oldida shirdak, yo'l vosita. Beshi tik turadigan, ularga egilmaydigan. Mana bu sifat bu Allah subhanahu va taolo egiladigan kishilarning sifati. Demek ki Allah'ның mu'min bandalariga kuyinib, şu mu'min bandalarning taqdiri, tarixiga ahamiyat berib, o mu'min bandalarning beshiga kelgan turli musibatlar, zulmlar, her türlü tajovuzliklarni kecha kunduz o'ylab, shuni qanday qilsam to'sib qolaman, musulmonlarni qanday qilsam undan qutuldiraman, u zulmdan qanday qilgan vaqtda ularni hurlikka erishtirman deb bütün g'amini shundoq g'am qilmagan da'vo egalari bo'lsin, jamiyat arboblari bo'lsin yoki bu yo'lda o'zini bütün bag'ishlab mangmagan, sadoq bilan mangmagan kishilar bo'lsin, g'am qilmasin, Alloh taolo ularni asta bu dinning ve bu da'voning sepidan bikalab qo'ydi. Bu Allohning qonuniyati. Allohning qonuniyati. Chunki Alloh o'zi akiladigan kishilarni mu'minlarga qardi. Yani ular uchun haqiqatan hissashlik qiladi. Alloh yaxshi ko'rgan bandalarning sifati mu'min musulmonlar bilan davomli bir tan, bir jasadda bo'lib yashaydigan kishilar bo'ladi. Dunyoning nerede bo'lsin, bir mu'minga musibat kelsa ish pishadigan, qayg'uradigan, uning uchun qanday yo'l bilan o musulmonga manfaat yetkazguli bo'lsa, uning g'amini yeydigan, chorisini qiladigan. Mana bu kishi Alloh yaxshi ko'rgan kishi bu. A'izza kafirlarga shirdak bo'ladi. A'izza alal kafirin, yani kafirlarga g'olib, yani kafirning oldida qo'rqib qolmaydigan, boshiga qolmaydigan, uning har turli kuchlari oldida o'zini ojiz his qilmaydigan, kafirlar uchun keyniga chekinmaydigan kafirlarni qo'rqib. Mana bu mu'minning sifati birodarlar. Şuna Allah subhanahu va taolo mana yaxshi ko'rgan mu'minlarni bizga bayon qilib berdi bu oyat karimada. Mu'min kafirdan qo'rqib turib o'zini xor qilishi bu to'g'ri emas. Abi Said al-Khudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhissalatu vassalam bunda degan:
ما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قال وكيف يذل نفسه يا رسول الله قال يتحمل من البلاء ما لا يطيق İmam-ı Tirmizi rivayet qilgan hadisda bir mu'min uchun o'zini xor qilish to'g'ri emas u. Chunki mu'min aziz, Alloh taolo aziz qilgan uni. Uning izzat bilan yashaydigan kishi u. O xorlikqa rozi bo'lishi u mu'minning iymoni va u mu'minningki iymonining talab taqozosi va u mu'minning Allah Taala onunğa tanlab bergen İslam'dan ibaret yolunun tabiatiga zıt o. Mümin imanını dava qilib turib, xorlik rozi bo'lish to'g'ri emas. Sahabalar mümin qandami o'zini xor qiladi ya Rasululloh degan chaqida Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zi taqat keltirolmaydigan sinoq balo kelsa, uni ko'tarib, uningga chidab yashashi mana bu mu'minning o'zini xor qilishi degan. Agar islom dushmanlari uningga zulm qilib, uningga qo'rqitib, u taqat keltirolmagandek sinoq yoki taqat keltirolmagandek azobni solgan bo'lsa, u musulmon u vaqtda uning sabr qilib turishi to'g'ri emas. Qo'lidan kelishicha jazo berish lozim. Chunki o'lib qolsa shahid u. İzzet bilan o'lib ketadi. Bugungi kunda musulmonlarga shunchalik ig'ir zulmlar kelyapti birodarlar. Hatta islom dushmanlari biz musulmonlarning g'ururi, iffat nomusi, axloqi, madaniyati, til yeziqi hammadan olqib, hatta bir musulmon erkakning eng g'ururi bo'ladigan onun körpüleriga kadar tecavüz kılıvadı. Mana bunda ig'ir zulmga musulmonning chidiganligi o'zini o'zi xor qilganlik. Dinini xor qilganlik, aqidasini xor qilganlik, iymonini xor qilganlik. Shuning uchun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana buningga sabr qilganligi bu mu'minningki o'zini xor qilganligi, bu mu'minga yarashmaydi degan. Mana bu a'izzatin alal kafirin degan bu oyat dalolat qilgan ma'nosi birodarlar. Shunga Alloh taolo yaxshi ko'rgan, Alloh subhanahu va taolo akagan mu'min musulmon tarafda turadigan, ojiz bo'lsa-mu, uning xizmatini qiladigan, kafirga bosh egmaydigan, kafirning hisobotlarini hisoblab turmaydigan, har vaqt iymoni bilan, aqidasi bilan va to'g'ri yo'li bilan kafirning oldida tik tura oladigan kishi mana bu Alloh subhanahu va taolo akagan kishi. Şuna Allah Teala bir ayette "Ellezine yuballiguna risalatillahi ve yakhshawnahu ve la yakhshawna ahadan illallah." Allah Teala'nın risaletini yetkizitgan kişiler ve o Allah Subhanahu ve Teala'dan korkutgan kişiler. Allah'dan başka hiç kimden korkmaydigan kişilerdir Allah Teala. Bu din hizmetini üstüge algan, davet hizmetini üstüge algan, Müslümanların din amanetini kolunu kötürüp yürgen kişilerinin birden bir gemi bana bu dinin ümmet yetkizişken olur. Onundan başka hesapını o kılmaydı. Çünkü peygamberi kılmagan o hesapını. O müminin ustazı kılmagan o hesapını. Öldürüp utamı, solup utamı. Bu hakta mı Peygamber aleyhissalatu vesselam Ebi Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu'dan rivayet kılınan hadiste bunda deydi. Ala la yemna'anna ahadukum rahbatan nas ay yaqula biha. Bilip qo'yinglar. Sizlarning qaysi birsinlarni kishilardan qo'rqqanlik haqni deyishdan to'sab qolmasin. Agar u haqni ko'rgan vaqtida yoki u haqqa uchirgan vaqtda, ya'ni haqni deydigan o'rin, haqni deydigan vaqt bu qolgan vaqtda odamlarni qo'qab, voy mavla menga qanday qalpoq kiygiza
ya meni nega apirib sola, ya qaysi sapga chiqarib o'ta, ya menga qaysi bo'xtanni ata, ya men haqida nima deb qolarkin deb o haqni deyishdan to'xtab qolmasin. Fa innahu la yuqarribu min ajal. Haqiqatan bu haqni deganlik ajalini yaqinlashtirmaydi. Buning ömrü yaqinlashib qolmaydi va rizqini yiroqlashtirmaydi. Ya'ni haqni deganlik rizqni yiroqlashtirmaydi yoki cho'ng bir ishni aslatib qo'yganlik uning rizqini yiroqlashtirmaydi degan. Bu hadisni Imom Ahmad rivoyat qilgan. Demak, aziz birodarlar, haqni deyish insonning o'limini, ya'ni tezlatadigan ish emas. Yoki rizqini, mening maoshimni qisib olamı, yoki menga beradigan yardımını to'xtatib olamı, yoki meni qo'llaydi, qo'llamay qolamı, ya menga keladigan pullarni bermay qolamı. Bugün dünyada bu da'vo ustidagilar buningga Payg'ambar alayhisolamning hadisiga bak ahamiyat berish kerak. Har bir musulmon mana bu hadisga bak ahamiyat berish kerak. Rizq Allah tarafidan keladi. Ajal Allah tarafidan bekitilgan. Mu'min bu ikkisini qo'rqmagan ekan, davomli haq tarafga turish. Haqning kuchi bilan faxrlanish lozim. Shunga Allah subhanahu va taala a'izzatin alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah. Mana bular Allah'ның yolida jihad qiladi. Allah'ның dinini âli qilgili. Allah'ның dünyada kafirlar tarafidan elevilgan hakimiyet hukukini tatib elib Allah'a qaytargili, bular Allah yolida jihad qiladi. İslam'ның qonunini, Qur'onның qonunini yurgizib, musulmonlarni shu qonun bilan baxtlik bir jamiyatga ega qilib, bular jihad qiladi deb Alloh taolo mana buni o'zi yaxshi ko'rgan kishilarni sifatini bayon qildi. Demek bu dindan yüz o'rgan yoki dinning xizmetidan yüz o'rgan, dinning yo'lidan menishdan yenib olgan kishilar g'am qilmasinki, Allohning qonuniyati ana shunday kishilarni Alloh akaladi. Uni hech kim to'xtatolmaydi birodarlar. Dunyodagi hech qanday kuch, hech qanday bir to'salg'i bo'ladigan to'salg'ilar u Allah bu sifatga loyiq odamlarni akilaman dedi, uni to'sanmaydi. Dunyoda jihad to'xtamaydi. Kafirga bosh egmaydigan, kafirlikni tunimaydigan, qo'lini sunmaydigan mana bu kishilar mu'minga kuyinadigan, davomli mu'minning g'amini yeydigan, hatto shu qarindoshlardan aziyat yeb kasimi uning aziyatiga sabr qilib ma'niladigan bunday kishilar u to'xtab qolmaydi. Wala yakhafuna lawmata laim. Ular malomat qilg'uchining malomatidan qo'rqmaydi. Mu'minga shu qadar malomat qilg'uchining malomatidan. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda mush jihad haqida, dinni da'vat qilish yo'lida malomat qilg'uchining malomatidan qo'rqmaydi. Demak, malomat bor. Her türlü ayıplar bor. Kishilarning buningga haqorat qiladigan haqoratlari bor. Qarshi turadigan qarshi o'qlari bor. Ammo mu'min buningga parvo qilmaydi. Chunki o kishilarning maqtishini maqsad qilgan emas. Allah meni yaxshi ko'rsa bo'ldi. Allah mendan rozi bo'lsa bo'ldi. Allah'ның mening üstümdeki amanetimni ado qilsam bo'ldi degan bu yo'lga kirgan kishi boshqa har qanday narsaga parvo qilmaydi. Qarab o'ltamaydi. Chunki bugun dunyoda aziz birodarlar, qachonki shu jihad yo'lida maqsa turli tuhmat, bo'hton va har turli ayblashlar bo'ladi. Buningga sal qarmaslik, buningga parvo qilmaslik lozim. Hem mana bu mücahitliğe
cihatqa va cihat qilayotganligiga malomat qilgan, g'azinat qilgan va ularni turli tuhmat va bo'htonlar bilan bo'hton qilganlar, ular bir o'ylanib bakışlar. Zalika fazlullah. Ana o Allah subhanahu va taolaning fazilati. Shunda sifatga ega kishilar, shunda sifatlar bilan sifatlanish Allohning fazli. Yu'tihi man yasha. Uni Alloh xohlagan kishiga beradi. Har qanday kishi da'vo bilan u sifatga ega bo'lmaydi. Ya o'qish bilan u sifatga ega bo'lmaydi. Har turli ishlar bilan u sifatga ega bo'lmaydi. Bu sifatni beradigan faqat Alloh birodarlar. Yu'tihi man yasha. Alloh beradi. Tekrar deyish kerakki, bu sifatni bergan, beradigan kishi Alloh. Mana bu sifatga ega bo'lgan kishilar Allohning eng yaxshi ko'radigan sifatlik insonlari bu. Vallohu vasi'un alim. Allohning fazli keng. Qanday bir kishi mushu sifatga erishsam bo'ldi deb tirishsa, Alloh unga yana beradi. Alim bu sifatni Alloh bilib bergan uni. Shuning uchun ya arabga berayotgan yoki arab bo'lmaganlarga berayotgan emas, yoki diniy ulamoga berayotgan, yoki jamiyatdagi eng yuksak bo'lgan jamiyat arboblarga berayotgan emas, yoki aqlli kishilarga beraman demadi, biror bir sohaga beraman demadi. Faqat Alloh taolo men o'zim biladigan va bunday sifatni berishga tegishli bo'lgan odamlarga beraman dedi. Aziz birodarlar. Shuning uchun mana bu sifat bilan sifatlanish Alloh yaxshi ko'rgan mo'min bandalarningki birinchi orzusi bo'lishi lozim. Demak, bu mu'min ustiga olgan omonatni ko'tarish onunga nisbatan bir fursat. Onun uchun sharaf, onun uchun Alloh subhanahu va taolaning eng katta ne'mati. Va bu yo'lda harimay, charchamay menish onun uchun bir baxt. Qachonki u bu yo'ldan zerikdi ya bu yo'lning haqqini ado qilmadi, Allah onu şu hemen o yoldan ayırmadı. Bu Allah'ın kanunu. Şuna Allah subhanahu ve ta'ala'nı turgan kişi ve yaş görgen kişi özünün dünyaya erkleştiği maksatını vücutga çıkarır. Ben dünyaya şunda ilahi adaletini cemiyetki tatbiqligini kelgan, Allah Teala'nın dinini âli qilgili kelgan. Mening vazifam bu. Şunun için bu mesuliyetini ado qilgan deb buni ado qilish uchun tirishdi. Allah barisida yaxshi ko'rish bu tavhid. Allah bilan boshqalarni yaxshi ko'rish u shirk. Demak, yuhibbunahu. Ular Allohni yaxshi ko'rdi dedi. Ularning muhabbati kimga? Allohga, faqat Allohga. Allah'a bo'lgan ekan, ular Allohdan boshqa bir kimning roziligini izlamaydi. Allohdan boshqa kishilarning xo'shligini izlamaydi. Ammo Allohga osilik qilib turib, Allohning dinidan voz kechib turib, yoki Alloh subhanahu va taolaning yo'lidan chiqib turib, boshqa kishilarning, ya'ni xo'jayinlarining yoki cemiyetteki o'rni va imtiyozi va kishilarning muhabbatini izlagan bo'lsa, mana bu kishi Allohga bo'lgan muhabbatida yolg'onchi kishi aziz birodarlar. Endi biz Allohga bo'lgan haqiqiy muhabbatimizni nima bilan isbotlaymiz desa, birinchi Allohning qonunini cemiyette qonun qilish bilan. Allah'ın yolunda müstehkem yaşaş bilen. Devletlerinin itiraf kılış kılmazlıkı, ya ki devletlerinin akımızı ötmezliği, kollaş kollamaslıkı, bu mühim mesele emas.
Chunki nurg'unlagan islom dushmanlari Qur'oni Karimda nurg'un oyatlarni o'chirib o'tishni yoki nurg'unlagan diniy xizmatlarda shularga moslashishni talab qiladi. Uningga moslashib turib, uning ko'rsatgan ko'rsatmasi bilan minib turib, Allohning dinining xizmatini qila olmaydi. Aziz birodarlar, mana bu oyatni haqiqiy bir o'rganishimiz lozim. Demak, insonning vujudida muhabbat bor, Allah uni o'rlashtiribdi. Mu'min o muhabbatni Allohga g'inam qiladi. Va yaxshi o muhabbatni Alloh bilan qiladi va boshqa, masalan, oilasi, bolalari, mal dunyo va o jamiyatdagi imtiyoz va har qanday narsani yaxshi ko'rsa, shuni yaxshi ko'rganlik Allohni yaxshi ko'rishdan to'sab qolmaydigan. Allohni yaxshi ko'rishdan shaklamaydigan shaklda yaxshi ko'radi. Chunki insonning Alloh taolo vujudiga o'rlashtirgan shahvatning ikki tarafi bor. Qaysi tarafi? Birisi yo'lliq tarafi, birisi yo'lsiz tarafi. Masalan, muhabbat bu insonning tabiatida bor narsa. İnson balını yaxshi ko'radi, chiroyli ayolni yaxshi ko'radi, uyni yaxshi ko'radi, yaxshi yemeklikni yaxshi ko'radi. İnson shuni Alloh belgilab bergan belgilimi ichida yaxshi ko'rsa, bu muhabbat Allohni yaxshi ko'rishga vosita bo'ladigan muhabbat. Bu ham Allah subhanahu va taoloni yaxshi ko'rganlik bo'ladi. Agar Allohning belgilab bergan belgilimisidan chiqib turib, Allah'ın belgülemesinden çıkıp durup, Allah Teala'nın belgülegen yaş görüş dairesinden çıkıp durup, yaş görüp kalgan olsa, mesela fasık ayaldan birini yaş gördü. Ya ki zalim uluk tukuneden birini yaş görüp kaldı. Ya ki batılga hizmet kılıdığan hukuk mensepten birini yaş görüp kaldı. Ya ki haram vasıta bulunduğun kirim menbesi ticaretin birini yaxshi ko'rib qoldi mesela. Muşunun o'xshagan ishlarni yaxshi ko'rib Allohga asilik qilgan bo'lsa, bu muhabbat insonni Allah subhanahu va taologa bo'lgan muhabbatidan mahrum qo'ydigan muhabbat bo'ladi birodarlar. Shuna Allah subhanahu va taolo mana bu har narsaninki bir çıkış yolunu qilgan. İnsanın tabiatini şu asasda idare qilgan Allah Taala. İnsan Allah onun vücuduga o'rlashtirgan shahvat bilan Allah tarafiga yaqinlashadi. Qanday qiladi? Allah Taolani yaxshi ko'rishga vosita bo'ladigan solih ayol yaxshi ko'radi. Ya halal qiyin bo'lsinmi? Halal rizqni tepishni yaxshi ko'rib, halal rizq tepibdi. Masalan, bir tijoratchi yolg'on esa 100 lira ya 200 lira foyda chiqsa, rost gap qilsa foyda chiqmaydi. Yoki uning foydasi oz qolsa-mi, Alloh rizolikdan rost so'zlab u tijorat qilgan bo'lsa, mana bu muhabbat uni Allohga bağlaydı. Bir, o muhabbeti bilen Allah Teala'nın nimeti girişse sabır kılıdı. Allah Teala'nın ki nimeti girişse sabır kılıdı. Eğer o muhabbet sebeplik Allah'ın razılığını izlep keçken olsa, onunla yana Allah'a ecri verirdi. Aziz birodarlar, dünya tugab qoladi. Dünya tugaydi. Lekin Allah'ın atası tügümaydi. Şunun için biz dünyani yaxshi ko'rib, yoki dunyoda insonni qiziqtiradigan har qanday narsani yaxshi ko'rib, uningga moyil bo'lib, Alloh taolo bizni tanlagan, biz bu yo'ldan, ya'ni islomning yo'lidan voz kechsak, yo buningda haqiqiy to'g'ri bo'lgan shaklda ma'misak, ana biz ziyon tortamiz.
Allah qonuniyati bizni tashlab qo'yib, yeni bilak kishilarni akaladi. Shunga Alloh subhanahu va taolo kalla bal tuhibbunal ajila va tazarunal oxirah. Mana bu dunyoni yaxshi ko'rganlarning sifati, sizlar balkim naqdni yaxshi ko'rsizlar, oxiratni keyiniga qo'yib qo'yishlar. Aziz birodarlar, mu'min davomli Allohni yaxshi ko'radi, haqni yaxshi ko'radi va Allohga yaxshi ko'rsa, Allohni yaxshi ko'radigan har qanday narsani yaxshi ko'radi. Agar uni yaxshi ko'rib qolsa, Alloh subhanahu va taoloni yaxshi ko'rishdan mahrum qo'ydigan ish bo'lsa, uni yaxshi ko'rmaydi. Shunga Alloh taolo mu'minlarni ba'zida ota-onasi bilan, ba'zida bolalari bilan, ayollari bilan yoki iqtisodi bilan, jamiyati bilan, huquqi bilan, har qanday narsa bilan Alloh sinadi, imtihon qildi va uningga erishtirdi. Ve şunun muhabbetiga Allah Teala onu yetkazdi. Ama insan şunundan Allah rızasını keçemdi, keçmemdi. Allah rızası için onun da hakiki sağlam bulamdı, bulmamdı. Mana bunu Allah Teala sınaştı. Demek bir mümin Allah'ını yaxşı ko'rgan sire o müminde akıl bilen bo'lgan muhabbet bilen, hissiyat bilen bo'lgan muhabbet oturursa, akıl muhabbeti eşit, hissiyat muhabbeti acizlaydı. Hissiyat muhabbeti nima? Ko'ngilning kelish. Masalan, bir insan bir ayolni yaxshi ko'rdi. Uning visoliga yetmoqchi bo'ldi. Uni halol yo'l bilan yetdi. Bu aql bilan bo'lgan muhabbat. Yoki harom yo'l bilan yetdi. Bu hissiy muhabbat. Ama bu muhabbet tugaydi, bu muhabbet ziyan qiladi, hissiy muhabbet insonni halok qiladi. Ama aql bilan bo'lgan muhabbet insonni xursand qiladi, baxtli qiladi va uni haqiqiy nijotga erishtiradi, birodarlar. Allah subhanahu va taoloni yaxshi ko'rgan, Allah subhanahu va taoloni do'st qilgan banda Allah'ning yo'lida mangadi. Hayatını o yolga tatbiqlaydi. Ameliyati shu yo'lda bo'ladi. Uning g'imi shu dinning g'imi bo'ladi. Ama Allah'ning muhabbetidan boshqa narsaning muhabbatini tanlagan hamon insonning Allohga bo'lgan yo'li itib qoladi. Cheklanib qoladi. Shuning uchun nurg'ulg'an kishilarni ko'ramiz jamiyatda. Voy ma'u degan katta olim deydigan, yo ma'u degan haqiqiy boy deydigan nurg'un kishilarni ko'ramizki, ularning aqlidan, ularningki qilayotgan ishidan inson hayron qoladi. Nima uchun? Ular bir haqqa uygun ish qilmaganligidan Alloh taolo ularning yo'lini itib etgan, qalbini itib etgan. Allah subhanahu wa ta'ala ularni. Aziz birodarlar, birinchi biz Allah subhanahu wa ta'alani haqiqiy yaxshi ko'rishimiz lozim. Allohni do'st tutishimiz lozim. Allah taolo mana bu oyatning oxirisida innama valiyukumullah. Faqat sizlarning do'stinglar Alloh va uning payg'ambari va mu'minlar. Qanday mu'min? Namoz o'qiydigan mu'min, zakat beradigan mu'min. Va hum raki'un va halalik ular beshini Rabbiga ekkan holida o'zini Rabbi Allohga taslim qilib turib, namoz o'qiydigan, zakat beradigan mana shunday kishilar sizlarning do'stinglar. Kim Allah'ını ve inin Resulünü mu'minin dostsa şak şüphesiz Allah'ın cemaati galiptir. Demek galbe Allah'ın cemaatiga. Allah'ın cemaati birinci iman asasıda, doğru akide asasıda, Allah'ın belgüleme asasıda birbiri bilen cemleşken, toplaşkan cemaat mana bu Allah'ın cemaatidir. Akide toplagan cemaat,
aqida birlikka keltirgan jamoat, iymon bir yerga yiqqan jamoat, manfaat bir yerga yiqqan, tijorat bir yerga yiqqan, yoki vatan bir yerga yiqqan, yoki zulm bir yerga yiqqan, yoki o'rtaq nishon bir yerga yiqqan jamoat emas, Allohning yo'li bir yerga yiqqan jamoat, mana bu Allohning jamoati. Bu jamoat g'alaba qiladi. Tarixdan beri mana bu jamoat g'alaba qiladi. Ammo boshqa top soha bo'yicha to'plashganlar g'alaba qilgan bo'lsa, ular dunyoda g'alaba qiladi, oxiratda g'alaba qilolmaydi. Ammo haqiqiy mu'minlar Allohning dunyoda ham g'alaba qiladi, oxiratda ham g'alaba qiladi. Allah subhanahu va taolo hammamizni mana bu nidoga uyg'un shaklda yashashga nasib qilsin. Allah subhanahu va taolo mushu oyati karimada bayon qilgandek bizni o'zining dinining xizmatini qilishga muvaffaq qilsin. Allah subhanahu va taolo o'zi akamakchi bo'lgan kishilarning sifati bilan bizni sifatlanishga nasib qilsin. Aziz qarindoshlar. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.